Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana o'quvchilarimiz birin-ketin harakat boshlashdi. Xudo xolasa, imtihon oldidan tayyorgarlik. Estakadaga mana kelib to'xtashdi. Rushnoy tushiring, rushnoy tushirmayapsiz. Rushnoy kech tushirganlari uchun mashina uchib qoldi. Rushnoy tortib oling. Mana qarang. Yo, siplen bosingda boshida. Yondiring. Mana oldin gazda 2000 оборотga olib kelib oling. Bu strelkani ko'ryapsizmi mana? 2 ga chiqsin mana shu. Siplen sal ko'taring. Boshda intiladi. Rushnoy tushiravering. Siplen ko'taring, bo'ldi, chiqib ketaveradi. Ko'ryapsizlar, mana sekin chiqib ketilyapti. Agar sizlarda ham estakadada xuddi shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, kelib to'xtang. O'chib qoldimi, hayajonga tushmang. Qaytarib mashinani yondiringda, sekin birin-ketin harakatni davom ettirib ketavering. Faqat intilishiga